Mang'itdan joy o'rnimizda bo'lganlarga zo'r variantda sizlarga topib qo'ydik. Ya'ni to'g'ri atizga o'tib, joylaringizni boshlasangiz bo'ladi. Ko'pchilikda bo'ladigan muammo joy o'rni oladi. Joyini solib, ustini bostirib, ishlarni qo'llab, oynalar qo'yilgandan keyin otini o'tkazib, keyin o'zini otini o'tkazib oladi. Lekin hozir sizlarga zo'r joy o'rni topib qo'ydik. Auksionda olingan restoran ko'chirmalari, kadastrlari bor bo'lgan joy o'rin to'g'ri atizga o'tadi. Ya'ni notariusda pulingizga solmayverasiz. Buning manzilini tushuntirib o'taman va albatta bu joy o'rnimiz 4 sotikdan iborat. Zahvat yerlardan bor. Keling manzilni birgalikda tushuntiraman. Buning manziliga keladigan bo'lsak, Mang'itning sentridan gapirganda 500 mingdan o'tib, eski avtovaz, ya'ni kola zavodining orqasida Faxriddin klinika tarafdan kirsak ham bo'ladi. Yo bo'lmasa bu yoqda bog'chaning yonidan kirib borganimizda o'ng qo'ldagi 4-ko'chaning oxirida joylashgan. Keling birgalikda joy o'rnimizning obzorini qilamiz. Mang'itdan joy o'rnimizda bo'lgan, ya'ni otomobil o'tadigan joy o'rin kerakli to'g'larga hamma dokumentlari soz, tur oldi sotdi, otangizga o'tadigan joy o'rni topib qo'ydik. Bo'rimiz 4 sotik 16 ga 25 hisoblanadi. Buning orqa tarafida zahvat yerlari bor, foydalansa bo'ladi. Endi bo'rimizning manziliga keladigan bo'lsak, Faxriddin klinika bitdan kirib kelganimizda chap yog'imizda hisoblanadi. Bu yog'imizda 2 etajli bog'chadan kirib 3-chi yo 5-mi shu atrofida ko'chadan kirib kelganimizda o'ng qo'limizda mana shu o'rimiz. Ya'ni kola zavodning orqasida joylashgan bo'ladi bu. Endi bo'rimizda to'g'ri atizga o'tirib olsangizlar bo'ladi. Mana shunday auksionda olingan joy o'rin, dokument hujjatlari hamma narsa soz. Bo'rning plus tarafi orqasida zahvat yeri bor. Ya'ni izikashga yaqin bo'lgani uchun o'rga hech narsa tushmaydi. Shuning hisobidan o'yog'ini chiroyli etib, bog' etib qarab o'tirsangizlar bo'ladi. Mana shunday yerdan joy o'rin, joy ko'taraman, chiroyli etib joy ko'taraman deganlarga mana shu videoni yuborib qo'yamiz. Mang'it Makler kanali YouTube kanalini obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlaringizga tarqatib, like, kommentariyani yozinglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Har bir video chiqqan vaqtida sizga signal borib turadi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it Makler kanali.